أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz olsa Emirul Müminin, İmamul Muhaddisin Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah yazgan Cami'al Musnad es-Sahih namlıq Sahih el-Bukhari diye isim bilen meşhur boğan. Bu Allah Teala'nın kitabının qalsa birinci orunda turduğan bu hadis kitabının Kitabul İlim diye yer geldik. Biz İmam Bukhari rahimahullah birinci qilib kitap cihatini Kitabul İman'ı getirgen edi. Kitabul İman. Ondan keyin ikinci qilib Kitabul İlimni getirdi. Hem de neme için Kitab-ül İlimni bunun keyinki başka bablardan, kitaplardan aldığın en aldığı ekip koydu dese çünkü barlık Kitab-ül İlim'den başka kitabın mesela Kitab-ül Salah, Kitab-ül Vudu, Kitab-ül Cihad yani bunun keyinki hem bilimlerine bağlanışlar İlime bağlanışlar. Anladın? Şu bilimlerin hemmini ilim arkalı bilgende anlama bilinidir. Şunun için şu bilimlerini bilişinin faziletini aval sözlep onu kendi şu bilimlerini söylese yani ayeti mantıklı uygun buldu. Şu sebepten getirdi. Onu diyor ki Kitab-ül İman'ın ne için Kitab-ül İlim'nin beşi açık koydu dese çünkü biz bu ilimlerini bilişimiz için şart iman buluş şart. İman bo'lmasa haqqancha bilim bo'lib ketganning hech bir foydasi yo'q. İman bo'lmasa haqqancha ilm bilim bo'lib ketganning foydasi yo'q. Shuning uchun iman muhim bo'lgan imanni oldiga chiqdi. Anda bo'lsa vahiyni nimda imanni oldiga chiqib qo'ydi desa, chunki vahiy eng dastlabki nozil bo'lgan, Alloh taoloning nozil bo'lgan eng dastlabki nozil bo'lgan yaxshilik va shu vahiy orqali iman bilindi. İmanni va imanning boshqa butun shariat ahkomlarini bilish nimaga bog'liq? Vahiyga bog'liq bo'lganligi uchun. Xo'sh, endi biz bunu i'rob jihatdagi masalani so'zlab o'taylik. Kitabu al-ilm. Kitabu al-ilm. Ya'ni nima degan bo'ldi bu? Aslida bu kitabu degan bu yerdagi mubtada mahdubning xabari. Ya'ni hada kitabul ilmi degan bu. Bu ilmning kitobi. Bu ilmning kitobi degan gap, ya'ni bu ilmga aloqador masalalar so'zlanadigan bir kitob. İlimga aloqador masalalar so'zlangan bir kitob. Nima qiladi deymiz endi chunki bu yerda ilmning haqiqatini, mohiyatini tunishtirgan kitob emas. Ya'ni ilmga aloqador, ilmning fazilati, olimlarning fazilati haqidagi masalalar bayon qilingan bir kitob degan bo'ldi. Kitob degan gap nima degan gap desanglar, kitob degan asli bu nimadan chiqqan? Kataib. Katiba degan gap al-majmu', ya'ni jug'lanma. Qo'shin degan gap. Odatda bir qo'shin askar oldingi safdagi askarlarni katiba deb qo'yadi. Ya'ni qo'shinlar. Bir qancha askardan tarkib topgan bir to'pni deb ataydi, katiba deydi. Kitob degan bu shundan ya'ni masdar ma'nosida. O'zi masdar ism maf'ul ma'nosi, ya'ni al-maktub. Nimaga bir to'planma degan gap. Ya'ni ilmning fazilati va ilmga aloqador masalalarning bir to'planmasi degan gap. Uni kitob degan gap ma'qullanadigan kitob degan gap emas. Ya'ni ikki taşı var, mukavvası var, kitap degan gap emas. Kitap degan al-majmu', ya'ni to'planma, to'plam. Yani demek bir katta bir mesele toplangan bir top, bir toplanma desang, bir tom desang bu. Yani ilimga aloqador meseleler toplangan bir toplam. Xo'sh. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Bukhari bu kitabını Bismillahirrahmanirrahim'den başladı. Bazı rivayetlerde Bismillah Kitab-ül İlim'nin altında sözlengen. Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ül İlim'de. Bazı rivayetlerde o'ttirda sözlengen. Bazı rivayetlerde Bismillah sözlenmey kelgan. Şu rivayette. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti
rahim şefkatlik, nihayet merhametlik, rahim şefkatlik Allah'ın ismi bilen başlayayım. Hoş. Babu fadlil ilim. İmam Bukhari rahimahullah birinci kılıp nima keltirdi? İlimning faziletini keltirdi. Birinci kılıp yani ilimning fazileti. Endi bu yerdagi ilimning fazileti degan ma'babqa İmam Bukhari yeni kinki bir qancha hadis tuanda keyin fadlul ilm deb yana bir qatim keltirdi. Ma'babda fadlul ilm deb keltirdi. O'ylaysizlar bu ikkini bab o'xshash takrormi? Bu inson takror emas. Bu yerdagi fadlul ilm deganda nima murod? Ya'ni fadl ahlil ilm degan bo'ldi. Fadli ahlil ilmi. Yani alimlar murod. Bu nereden bilasizlar sana? Çünkü ma'babni keltirgan delil alimlarniki derecesini yuqoriligini ko'rsatdi delilning o'zi. Shu sababdan ve fadli ahlil ilm. Undan keyingi keltirgan babdagi fadli ilm degani cho ilmning o'zining fazilati haqida. Xo'sh, endi İmam Buxoriy rahimahulloh bu babda faqat ikki oyatni dalil keltirdi. Bu babda faqat ikki oyatni keltirdi. Hadis dalil keltirmadi. Nima uchun desanglar? Çünkü delillerinin en güçlü qaysi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olsa bir ayette yetidir. Başka hadis kılma ihtiyaç kalmaydı. Şu sebepten İmam Bukhari rahimahullah fakat mabapta Kur'an-ı Kerim'den iki ayetler delil qilib qo'ydi. Bunda deganlik bundan başka hadis yok deganlik emas. Anda deganlik Kur'an-ı Kerim'de ilim haqida başka ayet kelmagan deganlik emas. Adaletsizce faqatlam ishkil keltirib qo'ydi. Yeni intayin ko'p demekçi. Ve kavlillahi azze ve celle bu fadl ilm degan ilmning fazlinin babi ve Allah azze ve celle'nin kavlinin babi. Yani bu ayet bolsa Euzubillahimineşşeytanirracim. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellazina utul ilme derecat. Vallahu bima ta'maluna habir. Yani Allah azze ve celle Mücadele suresinin 11. ayetinde deydi ki Allah azze ve celle sizlarning içinlardan iman etqanlarning derecelerini kötürüdü. Vellezine utul ilme derecat degan ve ilim berilganlarning derecesini kötürüdü. Yani bulup mu degan bulup mu ilim berilganlarning derecesini kötürüdü. Bulup mu degan bir ma'no qilib qo'ysin. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah Taala sizlarning amellaringizga xabardardir. Endi bir şey qaytadigan bo'lsanglar Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat deb qo'ydi. Shundaqmi? Belki derecat degan mansub. Nimaga binoan? Yani yerfa degan fiil Allahu fa'il derecatin nima maf'ulun bih. Allah Taala sizlarning ichinglardan iman etganlarning derecelerini ko'tardi. Dedik maf'ulun bih. Yani bunu derecatini temyiz qilish ham joiz. Yani Allah Taala sizlar için iman etganlarni ve ilim bilganlarni nima jihatda ko'tardi? Derece jihatda ko'tardi deb. Men insanlarga yeni bo'ladi. Hech qanday bo'lmasin mansub. Endi bu yerdagi yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme degan bu qanday balog'at babida nima deb atadi desanglar bu zikrul xos ba'dal am. Zikrul xos ba'dal am deb atıldı. Yani asli bu ilim bilganlar kimning qatorida? İman etganlarning qatorida edi. Allah Taala sizlarning ichinglardan iman etganlarning derecesini ko'tardi dedi. Yani bu dunyoda g'alaba ato qilish, nusrat ato qilish, derecesini bu dunyodagi manzilni yuqori qilish ve ahiretde cennetni ato qilish bilan derecesini ko'tardi. Tamam. Bunun qatorida kimning bor? İlim bilganlarmi bor? İlim bilinmaganlarmi bor? Hammamiz mu'minlar, mu'minlar hammasi bor. Allah Taala umumiy jihatimiz so'zlab bo'ldi. Umumiy jihatimiz so'zlab bo'ldi. Undan keyin vallazina utul ilme deb yine ayırıp yine bir zikr xos bir keltirdi. Yani bulupmu? Yani xosatan degan gap. Amma Allah Taala mu'minlarning derecesini ammatan ko'tardi. Yani umumiy yuzlik ko'tardi. Lekin mushu mu'minlarning ichidan ilm bilganlarning derecesini xosatan deb xos ko'tardi. Alohida ko'tardi. Demek ki onu eğer müminlerin dersini 10 derece tutarsa ilim belgelerine 100 derece götürdü demek. Yani müminlerin içindeki ilim belgelerinin derecesi
ilim berilmegenlerden ve artık degeni ayet bu şeyiz. Bu şu delil bu şu ayetin yüzden çıkılır. Hem de tabii ki bir yerdeki bu şu ilimnin fazileti ilim diye kandar ilim dep gelse sizge avval düşünüşün gerek yani ilim yani okulan ilimge amel kılıngan ilim. Alimnin fazileti dep gelse okugan ilmige amel kılıngan alim degeni kallandı. Şu man geldi tutanma. Okugan ilmige amel kılıngan alimnin kadar bilmeydi. Biliyorum ama. Okugan ilmige amel kılıngan alim şu faziletke erişemeydi. Mesela ben bir akşam bir düşük yaptım, acayip bir düşemdi. Bizdeki Ahmet Şerif diye ustazımızla bir derste oturuyordunuz. Bir Tefsir Celaleyn dersinde. Şunu olan Tefsir Celaleyn dersinde oturup ders tüküdü. Kendi burada bölmüş talibanlar var. Bana bizden belki çıkan Akbağ'da mizan dersi var. Şunu okuyumuz dedi. Bulaptı dedim. İkide kulağımda bir bağlam kalem durdu. Bir bağlam kalem. Onun kendi kasa aldığında bir mizan durdu. Bir kilo mizan. Bu kalemle gelip mizanı sağsam bu mizan tepip kalemle ne okumay durdu deylik. Kâgil durmay durdu. Ben kalemle sağsam mizanı kâgil unumedi. Xuddi magnet okşaş telepene okşaş telepene gez tepede xuddi şunda bir hava işletip durdu. Kemmey vatıdı. Şunu olan ya bir yak emel dağıtıldı bir yak emel de yapışındı. Emel dağıtıldı deydi. Bu daimde hayırlı olan hof gittim. Sen ama akşam güven çıktım ama. Maşallah, subhanallah da onu gittim. Ya ettiğin teröriste seferdesi güven düşken. Yani terazi mizanda kalem dağıtılmaydı iken. Sen ama terazi mizanda ben tevfir ettim ki terazi mizanda kalem dağıtılmaydı iken. Emel dağıtıldı iken. Bu ne diyen ya? Yani okugan ilimga kalem ilimni gösterdi. Kalem kitap ilimni. Bilimni gösterdi. Lekin amelço aşı okugan ilmi amel qilish kerak. Agar tarozi mizonda amal bo'lmasa, tarozi mizon nima silinmaydi, qalam silinmaydi, ilm silinmaydi degan gap chiqadi. Bu bir tushunchadi. Buni nimaga ulug'lamaydi, lekin bir şey adamki ilimning nima qanday ilmning fazilatli bo'ladi, qanday olim fazilatli bo'ladi? Allohdan qo'rqilgan olim. O'qigan ilmiga amal qilgan olim. Shu sababdan Alloh taolo deydi, "Innama yakhshalloha min ibadihil ulama." Anladın? Gap muşu bunun özge emas. Allah'tan faqatla alim bendelerden korkudu deydi. Yani demek yeni bir ma'nosi alimlarning qilg'achi faqat Allohdan qo'rqish. Alimlarning Allohdan qo'rqishdan boshqa sifati yo'q degan gap chiqadi. Tushunarlimi? Shu ma'noda ayta olamiz. Alimlarla Allohdan qo'rqudi, alimdan boshqa emas degan ma'noda chiqadi yoki alim deganning Allohdan qo'rqishdan boshqa sifati yo'q. Yani alimning eng yuqori sifati Allohdan qo'rqish degan bo'ladi. Allah'tan korkmayan alim iblis mi alim idi? Allah Teala saklasın. Onun geldi mi de? Şu ayette mi bilvatıdı o? Allah Teala ilim bilgilerinin delisini alahide bayan kılıvatıdı. Çünkü zikrul am ve zikrul khas ba'del am kılıp getirip bizge ne mi faydını ba'del sana? Yani ilim bilgilerinin delisi normal ilim bilinmegen müminlerin delisinden neticesi yukarı bulunduğunu derecat de nikir getirip koyduğunu ta'zim için. Hem de İmam Buhari rahimahullah ikinci ayetini delil getirdi. Rabbi zidni ilma. Yani bir rivayette ve kur Rabbi zidni ilma demek ki iki rivayet var. Bir rivayette Rabbi zidni ilma. Yani bir rivayette şu ve kur Rabbi zidni ilma. Hem de bunun manası ey Rabbim bana ilimni ziyade kılsan. Ey Rabbim bana ilimni ziyade kılsan. Degan bo'ladi. Hem de ulamalar bu vakit intayin köp söz degan. Hem de Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni mush duani qilishga buyurdi. Yani ya Rabbim bana ilimni ziyade kılsan deb mush duani qilishga buyurdi. Bu mutlak. Hem de alimler bu ilim qanday ilim edi? Qaysi jihatga ilimni da'vatida deb ne chiqildi ixtiloflarga kelgan. Lekin bularning ichidagi eng bana muvafiq ko'ngli men deganki, yani bana Kur'an bilan ilimimni ziyade qilgan degan bo'ldi. Chunki Payg'ambar alayhisolamga har bir oyat nozil bo'lsa, nima deydi? Ilmi ziyade bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamga har bir oyat nozil bo'lsa, Payg'ambar alayhisolamning ilmi ziyade bo'ladi. Har bir oyat nozil bo'lsa,
Peygamber sallallahu ilmi ziyade buladı. Yani Allah Teala şunda telaşlık etken idi. Mavbir. Yeni bir noktalık mesele Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de içinde Peygamber Aleyhisselam'ın hiç qandaq bir narsani, ilimden başka bir narsani bana ziyade kılgın deb telaşki bo'lmadi. Jo'nalma. Kur'an-ı Kerim'de ilimden başka hiç qandaq bir narsani bana ziyade kılgın deb telaşki bo'lmadi. Fakat ilimni ziyade kılgın deb telaşki bo'ldi. Bu nimani bildirdi bu? Nimani bildirdi o? İlimning ne kadar fazilatli ekanligini. İlimden mi qimmatli bir cevher yok ekanligini tushundirdi. Bu bir. Hem üçüncü noktalık mesele ahirki mesele olsa ilim bir yerdeki ilimnin fazileti qaysi bilim bu? Qaysi bilim dese bu bilim olsa insanın bilişi kerak bo'lgan farz ayn bo'lgan bilim. Tushunamizmi? Qaysi bilim? Bu farz ayn bo'lgan bilim. Peygamber Aleyhisselam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin degan ilim mushu ilim shu. Yani qanday farz bilish farz bo'lgan bilim? Bir adam tug'ilib balog'at ketgandan keyin avval farz bo'lgan bilim qaysi? Iymon. Iymonning shartlari, iymon mufassal, iymon mujmal. Undan keyin balog'at ketdimi? Iymondan keyin nima? Unga g'usl qilish, tahorat qilish, namoz o'qish kerak bo'ladi. Tahoratning farzlarini bilishi, tahorat farz sunnat vojiblari. Undan keyin g'uslning farz vojib sunnatlari. Undan keyin namozning farz vojib sunnatlari. Bu tabii ki farz bo'ldi, farz ayn bo'ldi deganga. Uni bilib bo'lgandan keyin bu namoz o'qib, cho'ng bo'lib, tijorat qilib, pul molni sarf etgan hamon yoki uni Ramazon rusini oldiga chiqdi. Pul topsin topmasin, Ramazon keldimi? Ramazon kelgandan keyin bu ro'ziniki farzda ahkomlarini yunisganning farz ayn bo'ladi. Undan keyin bu tijorat qilib pul topgandan hamon pul molni sarf etsa zakat kildiganligini, zakatniki qanday şekilleri, ölçünün qanday ekanligi bu bilimler bunu bilishganingga farz bo'ladi, farz ayn bo'ladi. Undan keyin bu tijorat qiladi da bu. Tijorat qilgandan keyin tijoratning shariatdagi hukmlarini bilishganingga farz ayn bo'ladi. Tijorat. Undan keyin bu pul topgandan keyin gelganingga haj farz bo'ladi. Haj farz bo'lgandan keyin bu hajninki barliq farz vojib sunnatlarini o'rganishganingga farz ayn bo'ladi. Buni qilib ya'ni şu duch kelgan har bir masalasi bo'lsa, agar doktor bo'lsa, tibobatdagi shariat masalalarini masalan. Agar qozi bo'lsa, qozilikdagi, agar saqchi bo'lsa, polis bo'lsa, masalan, polisniki shariatdagi o'rin. Har soat ishlagan bo'lsa, shu sohadagi shariatdagi bilimlarni bilishi har bir musulmonning kerakligini bo'ladi, farzayn bo'ladi. Shu sohadagi qolgan bilimni bilish-chi ya sunnat, ya mustahab, ya vojib bo'ladi. Lekin farzayn bo'lgani o'zini yuqoridagidek o'zi siz qatnashayotgan sohadagi bilimni, shariatdagi bilimni bilishi farz ayn bo'ladi. Tushunamizmi? Ilm degan mush. Ilm degan mush. Hammani bilish farz demaymiz. Hammani bilish. Lekin hammani bilganning fazilati tabiiy yuqori. Tabiiy yuqori bo'ladi. Ilmniki miqdor qarab bo'ladi fazilat, ammo eng muhim bo'lgan shart amal. Bilgan narsaga amal qilish shart. Xo'sh. Endi birinchi javobni Imom Buxoriy shunda tugatdi. İki ayet bilan tugatdi. Endi ikkinchi javob keldi. Babu men su'ila ilmen ve huve mushtagilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bu hada babu men su'ila ilmen degan bo'ldi. Bu ilimdan bir savol qilingan ve huve mushtagilun fi hadithihi. Halbuki u kishi o'zining hadisida, o'zining so'zi bilan mashg'ul holatda. Fa'tamal hadis, shuni bilan bu hadisni o'zining so'zini tamomladi. Thumma ajaba as-sa'il. Undan keyin savol so'rovchi javob berdi. Bu shunday bo'lsa qanday bo'ladi? Ya'ni bir odam, bir olimning birisi bir Jaristonda, bir so'rinda so'zlayotgan bo'lsa, bir odam kelib so'zlayotgan odamdan savol so'ragan bo'lsa, o'ziniki so'zlayotgan so'zini tugitib o'tib, onun kendinden onun sualına cevap veremdi ya ki sual soran hemen gapni uzib qolib onun sualına cevap veremdi. Qandoq bo'ladi degan haqda. Demak, endi beshtiki bab bilan buning aloqasi nima desanglar, ilmning fazilati odamlar ilmga qanday yetkiladi? Ilm degan shu jaristonlarda, so'rovlarda o'tirib, olim so'zlash orqali, taliblar anglash orqali ilm yetkiladi. Shunda so'ralgandan keyin endi
Caristan yangi sorun degenge nurg'ulug' odamlar keladi. Shularning ichidan yangi gap qolganlarning ba'zilari savol so'rash, javob berish bo'ladi, savol javoblar bo'ladi. Savol javoblar ilmlar texnik yaxshi o'rilishidir odamniki zehnida. Mushunday holatlarda agar bir odam dars so'zlab turgan vaqtda birisi kelib savol sorsa, bunga avval javob beramdi yoki bu o'tirganlarninki so'zni tugatib bo'lgandan keyin undan javob beramdi. Shu masalada o'tadi. Ol sanada muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Muhammad ibn Sinan hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn Sinan mundaq dedi, bizga Fulayh hadis so'zlab berdi. Fulayh degan ya'ni buning ismi Abdul Malik. Laqabi bo'lsa, kunyati bo'lsa Abu Yahya. Havvil degan gap sanad yotgan, sanatni yotgan degan bo'ldi. Yoki huvvil deganda, huvvildan bo'ladi u chaqda sanat yotkaldi degan gap. Sanat ya'ni sanadi yana yotkaldi degan gap. Qol keyin Imom Buxoriy mundaq degan bo'ldi. Va haddathani İbrahim ibn al-Munzir. Mana İbrahim ibn al-Munzir so'zlab berdi. Va haddathani deb kelsa, haddathani deganda faqat mana xos so'zlab berdi degan ma'no chiqadi. Haddathana deb kelsa bir to'pning ichida anladim degan ma'no chiqadi. Mana İbrahim ibn al-Munzir hadis so'zlab berdi. İbrahim ibn Munzir mundaq dedi. Haddathana Muhammad ibn Fulayh. Mana bizga Muhammad ibn Fulayh hadis so'zlab berdi. Qala Muhammad ibn Fulayh mundaq dedi. Haddathana abi. Bizga mening dadam hadis so'zlab berdi. Demak, bu yerda Imom Buxoriy kimni so'zlagan edi? Birinchi sanatda haddathana Muhammad ibn Sinan. Muhammad ibn Sinandan Muhammad ibn Sinanga Fulayh hadis so'zlab bergan ekan. Ikkinchi sanatda Imom Buxoriyga İbrahim ibn Munzir hadis so'zlab beribdi. İbrahim ibn Munzirga bo'lsa Muhammad ibn Fulayh, Fulayhning o'g'li hadis so'zlab beribdi. Demak, Fulayh kelgan vaqtida bu sanat bo'lishib ketadi. Shuningmi? Fulayh kelganda bu sanat bo'lishib ketadi. Haddathani abi. Mening dadam hadis so'zlab berdi deydi bizga. Ya'ni Fulayh. U zot mundaq dedi. Haddathani Hilal ibn Ali. Menga Hilal ibn Ali Ata ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Ata ibn Yasar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq dedi. Baynama an-nabiyyu sallallohu alayhi vasallam fi majlisin yuhaddithu al-qawma ja'ahu arabi. Baynama degan ma'nosi, ya'ni bayna degan zarf ma bilan ikkisi birlashgan, ya'ni bir chaqda degan bo'ldi. Bir chaqda bu mufojaa ma'nosini bildirdi. Bir chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fi majlisin bir majlisda yuhaddisul qavma degan qavmga hadis so'zlab bervassa deysizmi? Bir chaqda Payg'ambar alayhisalom bir so'rinda qavmga hadis so'zlab bervassa ja'ahu arabi. Rasulullohning yanına bir arabi keldi. Degan to'satdan keldi degan ma'nosi chiqadi. To'satdan keldi. Faqala kelib mundaq dedi. Mata sa'a. Qiyomat qachondir dedi. Qiyomat qachondir? Yani kaçan buludu dedi. Femeda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis sözler verdi. Medanın manisi davam etmediğim buldu. Yani Resulullah hadisini sözler verdi. Hep toxtatmadı. Bunu adamın gibi için hadisini mukmede sözünü kesmedi. Fekale ba'dul kavm. Kavmin bazı dedi ki semi'a ma qal. Fekeriha ma qal. Resulullah onun degan gapini anladı. Lekin degan gapini yomon ko'rdi. Chunki Rasululloh qiyomat qachon bo'ladi degan savolga Rasulullohga yoqmaydi bu savol. Chunki qiyomatning qachon bo'lishgan Allohniki xos bilimlaridan-da. Lekin qavmi ba'zi nima dedi? Rasululloh uni deganini anladı, lekin uni degan gapini yomon ko'rdi dedi. Va qala ba'duhum, ularning ba'zi dediki, ballam yasma, balki Rasululloh anglamadi, uni deganini anglamadi dedi. Hatta İza qada hadisehu. Ta ki Resulullah özüneki sözlep atkan hadisini, sözünü ada qildi. Tugitib bo'lgan vaqtida qal. Resulullah bunday dedi. Ayna urahu as-sailu anis-sa'a. Mishadiki ayna urahu as-sailu anis-sa'a deganda sizlar agar ulab tarjima qilsanglar qattiq g'alati tarjima bo'ladi. Nima qilsanglar urahu degan nima? Bu jumla mu'tarada bu yerga. Bir ravi, müşahidisinin ravilerden bir ravi, müşahid Resulullah'ın ki Es-sailu anis-sa'a degan gapida nima qildi?
Ayna dedim o yoki demedim o deb shak qilib qoldi ravi. Shak qilib qolib ayna deb urahu deydi ravi. Guma azunnuhu qal as-sa'il an as-sa'a degan bo'ldi. Ama yani Rasululloh ayna dedi. Ayna deganda uchuq isida bor ekan. Aynadan keyin as-sa'ilu an as-sa'a dedim o endi dedimki deyman degan gibi. Yani ben haliqi qiyomat to'g'riliq so'rgan odam nada dedimki deyman. Davat ediyor. Çünkü azunnuhu qala kaza deydi. Yani ayna jig'ib akasanglama jumla mu'tadani chiqarib olsanglama edin. Nima degan bo'ladi? Ayna sailu anis sa'a. Tushundingmi? Yani qiyomatdan so'rg'uchi qayerda? Shunga urahudan keyin as-saila deb ma'no qilmaysizlar. Zabar qilmaysizlar. Men ayna urahu as-saila anis sa'a deb xato qilsam bo'lmaydi. Ayna urahu as-sailu anis sa'a. Shuning uchun davomli jumla mu'tadasindagi baş ayg'ı siziqcha qo'yildi, siziqcha. O shu jumladagi jumla mu'tadasini chiqarib olsakmi, jumla buzilmaydi. Ba'zi joyda jumla mu'tadasini jumlaga qitib olsangiz, jumla ma'no buziladi. Qala u odam dediki, u arabiy dediki, ana ya Rasululloh. Menga ha degan harf tanbih deb ataladi, harf tanbih. Ya'ni ma'nosi nima? Mana men ya Rasululloh, mana men degan bo'ldi. Ana degan gap. Mana men ya Rasululloh, mana degan gap tanbih degan. Mana degan gap yani men degan gap. Yani degan gap arabchada o'xshab qoladi. Yani tarjima qilsam mana deb tarjima qilmasa, men mana, men. Mana ya Rasululloh dedi. Qala Peygamber sallallohu alayhi vasallam dedi ki: "Fa iza duyi'atil amanatu fantazir as-sa'a." Qachonki amonat zayo qilinsa, qiyomatga ko'z tut, qiyomatga muntazir bo'l dedi. Faqala u odam yani u arabiy dediki, "Kayfa ida'atuha?" Qiyomatning zayo bo'lishi qandoq bo'ladi? Ya'ni qiyomatning amonatning zayo bo'lishi qandoq bo'ladi? deb so'radi. Qala Peygamber sallallohu alayhi vasallam dedi ki: "İza wussidal amru ila gayri ahlihi fantazirus sa'a." Qachonki ish ahlining g'ayriga topshirilsa, qiyomatga ko'z tut. Vussida degan gap aslida mana visadan chiqqan, visad yostiq qo'ygan yostiq. Ya'ni ish ahlining g'ayriga yostiq qilib berilsa degan gap, ish ahlining g'ayriga berilsa degan gap. Yostiq degan nimadan o'ziyatidi-ku? Ish ahli emas odamga ish berilsa qiyomatga ko'z tut. Ya'ni ish degan gap masalan podshoh sulton xalifa musulmonlarning xalifasi bo'lishga tegishli emas odamni xalifa bo'lib qolsa, qozi bo'lishga tegishli emas odamni qozi bo'lsa, olim bo'lishga tegishli emas odamni olim bo'lib maydonga chiqsa, kishilarga boshqa bo'lsa, omonatlarga qat'iy nima qilinmasa, omonatlarga vafo qilinmasa, balki xiyonat qilinsa, bu shunday holat bo'lgan vaqtida sen qiyomatga ko'z tut deb Payg'ambar alayhisalom unga qiyomatning alomatini deb berdi. Ya'ni qiyomat falon kuni bo'ldi deb bermay, ya'ni bundan deymiz, buni uslubul hakim deb ataymiz. Tushunalma? Uslubul hakim. Bizda uslubul hakim deb bir qoida bor. Uslubul hakim degan, agar sizlardan bir kim bir narsa so'rasa, bu savol xato bo'lsa, bunga shu savol bilan bog'lashtirib turib, bu savol bilan aloqasi yo'q, buning foydasi yo'q gapni qo'yib, shu savol bilan aloqasi bor, buning foydasi bor gapdan birini javob berish deb ataladi. Uslubul hakim balog'at qoidasi. Masalan, yas'alunaka anil ahillah. Qur'on Karimda yas'alunaka anil ahillah. Ya'ni mushriklar yoki kim bo'lsa so'rab kelganlar sizdan ahillah degan gap hilol oyi to'g'riliq so'raydi. Hilol oyiniki dastlabki kichik inchki qiyoqdek chiqishi, keyin ozroq cho'ng bo'lishi, keyin cho'ng bo'lib yumaloq bo'lib, uni keyin katta yumaloq bo'lib, badilab, tulan aylab bo'lib, uni keyin yenik chiqib ketishi, olib ketishi. Bu nima sababdan bunday bo'ladi deb so'raydi. Deb Alloh taolo nima deb javob beradi? Qul hiya mawaqitu linnas. Dan bu Alloh taolo unga oyligi 28 burchida chiqib, bunda ko'rinib, unda cho'nglab, bunda olib deb bu astronomiya bilimlarini unga dapirib o'tmay Alloh taolo. Chunki qiyomat kuni so'rmaydi, qiyomat kuni Alloh taolo astronomiya bilimlaridan Alloh taoloniki nimalar Alloh taolo so'raydi undan. Uni nimadan so'raydi? Ya'ni farz qilgan amallarni so'raydi. Shuning uchun deb javob berdi. Oyning anda bo'lishi nima? Insonlarning vaqt taat ibodatlarining vaqtini belgilash uchun. Ramazon
ro'za tutadigan oylarini belgilash uchun, haj qilish, haj oylarini belgilash uchun, endi oylarni belgilab, shu oylar bilan nima ibodatlarni joy qilish uchun shunday qilingan deb sizga muhim bo'lgani ma'lum sizga. Oyniki nima uchun anday qilinganligi sizga muhim emas degan Alloh taolo javob bergan. Masu odamni odamni deb so'rab keldi. Qiyomat qachon bo'ladi deb so'rab kelgandan keyin qiyomatning qachon bo'lganini Alloh o'zi biladi. Alloh taoloning xos bilimi, ilmi g'aybniki 5 bilimning biri bu. Lekin payg'ambar alayhisalom nima deb berdi? Ya'ni qiyomatning alomatlarini. Shunda işte ko'p bo'lib ketgan chaqda qiyomatning bo'lishi ko'z tutqin. Ya'ni qiyomat degan işte normal bo'lsa, musulmonlar, mu'min musulmonlar hamma islomiyatni dunyo yaxshi ketib qolgan bo'lmaydi. Ya'ni ayda zulmlardan ishib ketganda, ondan qattiq islomiyatni xorlanganda, odamni qattiq eskilishib ketganda, ondan qiyomat qoyim insonning eng eskilariga barpo bo'ladi. Tushundingmi? Endi biz ham bu hadisdan chiqadigan bir qancha mazmunlarni so'zlaylik, hukmlarni. Endi bu hadisdan 6 xil hukm chiqadi. Bu hadisdan 6 hukm. Kallanlarni yaxshi tutib oling. Birinchisi so'rg'uchiga yugitib qo'yishning vojibligi. Ba'da bir narsa so'rab kelsa, buningga so'rgan narsani agar bilsa, yugitib qo'yishning vojibligi chiqadi. Chunki payg'ambar alayhisalom dedi, "Ayna sa'il?" Qani u so'rgan odam deb so'radi. Ya'ni unga so'rgan odamga shu bilgan, agar bilsa, bilgan bilimini yugitib shuni xabar bilish vojib bo'ladi. Demak, bu ish har qanday jihatdan bo'ladi. Masalan, sizlar bir odam yo'lda ketib qolsanglar, yo'lni bilmaydigan odam, siz yo'lni bilsanglar, falon yerga qanday boradi desa, ikkilanmay so'rab bilishgandan vojib bo'ladi degan gap. Agar bir bilimni bilsanglar, agar u so'rasa, siz bilsanglar, ikkilanmasdan unga nimani javob berish vojib bo'ladi degan gap. Ikkinchi chiqadigan mazmun bo'lsa, bu hadisda yani ilim o'rganuvchining adablik bo'lishi. Yani olimdan boshqalar bilan so'zlashib turgan holatida gap so'ramaslik chiqadi. Anladin? Mao Arabiy kitobdan so'rabdi, ayada nima bo'ldi? Kayfiyat bir buzildi. Anladin? Vaziyat bir buzildi. U Arabiy buni o'zi xijil bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni men javob qaytarmaydi deb. Ya'ni agar olim bir muhim suhbat ustida bo'lgan bo'lsa, u gapni kesmay, saqlab turib, gap tugagandan keyin so'rash kerak. Mao adab axloqning qatoridan degan hukm chiqadi. Chunki boshqa undan burun kelib o'tirgan boshqa qavmning haqiqati, chunki ular undan keyin kelib o'tirgan shu olimdan shu o'ziniki ularning hadisini, so'zini, bilimini elish haqqi bor. Chunki baldi gap o'tdi-da ular. Uchinchi chiqadigan mazmun bo'lsa, olim o'ziniki o'quvchisiga intayin yumshoq muomala qilishi. Agar o'quvchi qancha qattiq qo'pol savol so'rasimi, hatto bilimsiz bir savol so'rgan bo'lsa-mu, nima qilish? Unga rifqi, uslub hakim bilan hikmatli uslubda javob qaytarish. Qattiq qo'pol tegmas. "Voy, mush gapni bilmamsan siz" demay, qancha oddiy savollar kelsin, qanday savollar kelsa, unga muloyimlik bilan javob berish kerak. Chunki payg'ambar alayhisalom Ma'arabiyning savoliga ya'ni o'zining gapini tugatmasdan burun gap so'qini ochilib qolmadi. Qani so'rg'uchi deb javob qaytardi. To'rtinchisi agar savol so'rg'uchi yoki talib yoki o'quvchi savolni tushunmasa, olim uni qaytalab bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalomdan bu Arabiy kayfa idaatuha amonat qanday zayoqlab ketdi deb so'raganda, payg'ambar alayhisalom texmi uni tushuntirib, texmi yishib tushuntirib bergan edi. Ochiq qolmaslik lozim ustoz bo'lishi. Beshinchisi olim so'ralgan savoldan kengroq javob bersa bo'ladiganligi. Anladin? Ya'ni agar shu so'ralgan savoldan kengroq, ko'proq javob bersa, agar biror foyda, biror manfaat bo'lsa, undan ko'proq, kengroq javob bersa bo'ladiganligi. Oltinchisi bo'lsa, savol so'ralganda savolga javob berishda oldin so'ralgan savolga baldir javob berish. Anladin? Kim baldir kelgan bo'lsa, shuningga baldir javob berish. Kim baldir kelganligi tartib bo'yicha payg'ambar alayhisalom odamga kelgan hamon gapini qilmay, o'zining gapini boshqalarga so'zlab bo'lgandan keyin qani ham deb so'radi deb so'radi. Demak,
nimani tartib bo'yicha qilish kerak. Boshqalarning haqqini birovning haqqini birovning haqqiga ustun qo'ymaslik lozim. Hammaga o'zining haqqini joyida ado qilish kerak. Shundan bilan birga har bir qozi, mufti, mudarris qanday qilish kerak? Davomli mushammi jihatda davomli asbaqni oldinga kelganni ilgari o'rin qo'yish kerak. Burun kelganni ilgari o'rin qo'yish kerak. Masalan bu talabani o'tibizga olsin, o'sha yerda kim oldin kelgan bo'lsa, shuniki darajasini yuqoriroq qilish kerak. Shunga ehtimol shuni ishini tugatib bo'lgandan keyin kim kelganini qilish kerak degan. Hamma jihatda. Xo'sh, mana shu 6 xil nima chiqadi, hukm chiqadi.